Bugungi mavzuyimiz siydik tanosil a'zolariga bag'ishlanadi. Bugungisi siydik a'zolarini rivojlanishi, ularni joylashuvi, ularni funksiyasi va anomaliyasiga bag'ishlanadi. Men sizlardan iltimos qilardimki, eng shu boshida siydik tanosil a'zolarini rivojlanishiga juda katta ahamiyat berishlaringni sizlardan so'rab qolardim. Chunki tanosil a'zolari ham, siydik ishlab chiqarish a'zolari ham shu bir manbadan boshlanadi. Keyin bular bo'linib har xil a'zolarga aylanib ketadi. Shuni eng boshida qanday paydo bo'lganini bilib olsalaring, qolganlari oson bo'ladi. Shuning uchun siydik tanosil a'zolarini rivojlanishiga, embriologiyasiga ahamiyat beramiz. Shunday qilib, odamlarda bir juft buyrak bor va bular umurtqa pog'onasining ikki yonida turadi. Zoya formasiga kelgan. Lekin bu buyrak o'zini rivojlanishida bir necha etaplarni o'tib keladi. Bu o'sha filogenez, ontogenez filogenezni qaytalanishi deyiladi. O'sha filogenez davrida har xil hayvonlarda buyraklar har xil bo'lgan. Bir nechta buyraklari bo'lgan. Ular keyin avvalambor bir kanalchalardangina tashkil topgan buyraklar bo'lgan. Ular yig'ilib kelib qisqarib, keyin bitta manbaga siydik to'planadigan bo'lgan. Undan keyin ikkita buyrakka yig'ilib, bel sohasini ikki tomoniga joylashib, odamlarda shunaqa ikkita buyrak paydo bo'lgan. Mana bu rasmda o'sha etaplarni hammasini bir qisqa qilib 3 ta etapini ko'rsatib turibdi. Birinchi bu buyrakni o'sha pronefroz deyiladi. Bosh buyrak deyiladi. Eng birinchi paydo bo'lgan mana shu buyraklarning elementlari. Mana bu o'sha kanalchalar, mayda kanalchalar to'g'ridan to'g'ri qondan zaharli moddalarni o'ziga so'rib olib, mana bu yo'llar orqali yoqqa olib chiqib ketar edi. Lekin bu hozir insonda, odamlarda bu narsa fol ko'rsatmaydi. Bu nomiga bir 3 soat, 4 soatning ichida paydo bo'lib yo'qolib ketadigan qismi. Buni pronefroz deyiladi. Bu eng o'sha boshidagi buyrak. Endi homilaning 4-6 haftalik davridan boshlab to birinchi yarmigacha endi birlamchi buyrak paydo bo'ladi. Mana bu yerda ko'rinib turibdi. Mana bular birlamchi buyrakning elementlari. Demak, bu bosh buyrak pronefroz. Endi bu mezonefroz deymiz. Bu birlamchi buyrak. Birlamchi buyrak mana bu kanallariga mana yerdan qon tomirlar kelib, to'g'ridan to'g'ri mana shu yerda filtr bo'lib, siydik mana bu o'ta boshlagan. Bu 20-25 ta nefrotomlardan hosil bo'lgan mana shunaqa mezonefroz edi. Bu mezonefrozning olib chiqadigan mana nayi bor. Mana bu yerda yaxshi ko'rinib turibdi. Nayi. Bu ahamiyat beringlar, ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu pronefrozning nayini davomi bo'lyapti. Pronefrozning nayini davomi bo'lyapti. Endi homiladorlikning ikkinchi yarmidan boshlab mana shu mezonefrozning mana shu kanalchalari hammasi yig'ilib bitta kapsulaga yig'ilib boradi. Bitta kapsulaga yig'iladi va bundan tashqari mana bu
siydik olib chiqadigan nay, mana bu yerda pronefrozniki dedik, endi mana bu mezonefrozniki dedik. Mana shu nay ikkiga bo'lina boshlaydi. Ikkiga bo'linib, bir qismi mana bu yerda ko'ringan, mana bu yerda qizil qilib ilgari nimani qo'yib qo'yibdi, mana bu yerda va mana bu ko'k ko'rinib turibdi. Endi mana shu naylarni mezonefroz naylari mana ular Wolfram protogi deyiladi. Mana bu pronefrozniki endi Müller nay deyiladi. Mana shu ikkita so'zni eslab qolinglar. Mana shu yerda ikkita Müller va Wolfram protoklari bor. Keyin tanosil a'zolarni rivojlanishini o'tganimizda aynan mana shularga qaytamiz. Endi uchinchi oxirgi taz pochkasi yoki bo'lmasa oxirgi pochka bel sohasida paydo bo'ladigan buyraklar mana shularning, mana bu kanalchalarning yig'ilishidan, bitta kapsulaning ichiga kirib yig'ilishidan paydo bo'ladi. Bu tarafda va o'sha bular yig'ila boshlaganda o'sha kapsuladan endi jomchalar paydo bo'ladi. Jomchalar pastga qarab o'sib siydik nayini paydo qiladi va siydik nayi pastga kelib mana bu yerda siydik sinusi degan bunday bir bo'shliq bo'ladi. Keyinchalik bundan siydik tufagi paydo bo'ladi. Mana shu siydik tufagiga buyrakdan chiqqan jomcha va siydik nayi kelib yerga qo'shiladi. Mana bu yerda to'rtinchilarni ko'rib qo'ygan, bu tanosil a'zolarni paydo bo'lishi. Hozircha bir ko'rib ko'rasizlar. Mana bular hozir tanosil a'zolari, bu ayollarda keyin paydo bo'lgan, bu tuxumdon, mana bu erkaklarda moyaklarni paydo bo'lishi. Bu yerda endi buyraklarni olib qo'ygan, mana buyraklar mana bu yerda paydo bo'lgan. Mana shu juda ko'plagan 20-30 turgan nefrosomlardan paydo bo'lgan naychalar yig'ilib bitta kapsulaga kirib va u yerdan jomchalardan keyin siydik nayi paydo bo'lib, mana bu yerdagi siydik sinusiga kelgan va siydik sinusidan keyin bu siydik sinus ham ikkiga ajrab, oldingi qismidan siydik tufagi paydo bo'lgan, orqa qismida esa shu prostata bezi va siydik olib chiquvchi yo'llarda ayollar jinsiy a'zolarida ma'lum bir anatomik organlarni tashkil qilgan. Endi mana shu nimani yaxshiroq sizlarga tushunarli bo'lishi uchun buyrakni men hozir sizlarga alohida chizib ko'rsataman. Nefron bu buyrakni struktura funksional birligi, o'sha nefronni ishlashi, joylashishi va birlamchi, ikkilamchi siydikni paydo bo'lishini endi chizib ko'rsatishga harakat qilaman. Shunday qilib buyrak o'zini rivojlanishida 3 ta etapni bosib o'tdi. Pronefroz, mezonefroz va metanefroz bo'lib, va nihoyat biz hozir bizda mavjud bo'lgan lo'yasimon bel umurtqa pog'onasining ikki yonida turgan buyrak shakliga keldi. Mana shuni hozir umumiy obzorini bir chizib, keyin ularni vazifasini sizlarga tushuntirib beraman. Mana o'ng va chap buyraklar, bulardan buyrak jomchalari chiqadi, bunday bo'lib buyrak jomchalari chiqadi va buyrak jomchalari mana bu yerda siydik pufagiga keladi. Siydik pufagini bilasizlar, kelib siydik chiqarish nayi bilan tugaydi. Mana kelib siydik pufagiga keladi jomchalar. Va bu jomchalar mana bu yerdan siydik pufagiga o'tgan joyi bor. Mana 3 ta nuqta bu siydik naylarini, siydik pufagiga kirgan
teshiklari va olib chiqib bergan teshiklar. Mana shu uchalasi siydik pufagini uchburchagi deyiladi. Endi buyrakni ko'rinishi mikroskopda po'stloq qismi bor, bunday. Va mana miya qismi bor. Po'stloq qismi mikroskopda ko'rsangiz, mana bunaqa donador bo'lib ko'rinadi. Donador bo'lib ko'rinadi. A miya qismi esa mana bunaqa bir chiziqlar, kanallar shaklida ko'rinadi. Lekin miya qismini ham ichida ancha-muncha bunaqa donador qismlari bor. Buni yuxtamedular nefronlar deyiladi. Endi mana bu kanalchalar nursimon yig'ilib kelib turib, bunday bo'lib bitta kichik kosachalarni paydo qilib, kichik kosachalarga ochiladi. Endi ikkita, uchta kichik kosachalar bitta katta kosachaga ochiladi. Katta kosachaga ochiladi. Bu katta kosachalar endi mana jomchaga ochiladi. Bu umumiy mana shu mikroskopda ostida qaralganda umumiy ko'rinishi. Demak, mana bu po'stloq qismi donador bunaqa to'chka nuqta bo'lib ko'rinadi. Miya qismi bunaqa chiziq nursimon ko'rinishga ega va ular to'planib mana bu kichik kosachalar colliculus minoris katta kosachalar colliculus majoris, keyin jomcha pelvis deyiladi va mana bu siydik nayi ureter, mana bu vesika urinaria siydik pufagi va siydik olib chiqadigan nay uretra deyiladi. Endi buni bu taraf ham xuddi shunaqa. Men endi buni chizib o'tirmayinda, mana shu buyrakni endi judayam bir katta qilib ko'rsatilgan nefronni rasmini chizib ko'rsataman sizlarga. Endi shunday qilib mana bu buyrakni yana ham kattaltirib elektron mikroskop ostida ko'radigan bo'lsak, mana bu nuqta bo'lib ko'rinib turgan narsalar, bular mana bundaqa kapsula sifatida ko'rinadi, bo'ladi. Bundan endi pastga qarab kanalcha ketadi. Bu kanalcha qaytib ko'tarilib chiqadi. Qaytib ko'tarilib chiqib, qo'shuvchi mana bunaqa bir qisqagina bir kanalchaga aylanadi va bu kanalcha endi yig'uvchi kanallarni paydo qiladi. Mana bu yig'uvchi kanallar. Mana bu yerni kapsula, buyrak kapsulasi deyiladi. Buyrak kapsulasini mana bu ichki devori, mana bu tashqi devori bo'ladi. Mana bu esa genli qavzalog'i deyiladi. Mana bu yer, buni pastlovchi qismi, bu halqasi va ko'tariluvchi qismi va uni qo'shuvchi kanal deyiladi. Mana bu qo'shuvchi kanal deyiladi va qo'shuvchi kanal mana bunday uzun kelgan yig'uvchi kanalga aylanadi. Bu mana bu yerlar yig'uvchi kanallar, mana bunaqa yig'uvchi kanallar bo'lib, mana bu endi kichkina kosacha, bir necha shunaqa yig'uvchi kanallar bilan kichkina kosacha, ikkalasi birikib endi katta kosachaga aylanadi. Bu kichik kosacha, bu endi katta kosacha. Bu bir nechta katta kosachalar bunday jomcha bo'lib chiqib ketadi. O'ylayman bu nimani ko'z oldlaringga keltirib, mana uni ajratib olyapsizlar. Xo'p, endi buni buyrakni
qon tomirlari, buyrakka kelgan qon tomirlar mana bunaqa dugovoy arteriya deyiladigan buyrakni mana bu po'stloq qismiga yaqinlashgan joyida buyrakka bunday arteriya kiradida, bunday bo'lib dugovoy arteriya beradi. Mana shu dugovoy ravoq arteriyalardan tepaga mana bunaqa arteriyalar chiqib ketadi. Mana shu yerdan bunday bo'lib arteriya kelib, mana bu endi kapsulani ichida kapillarga aylanadi. Kapillarlarga aylanadi. Va bu yerdan endi chiqib ketadi. Kapillarlarga aylanib, bu yerdan qaytib chiqib ketadi. Ahamiyat beringlar, biz boshqa organlarda arteriya kelib, arteriolaga aylanib, prekapillar bo'lib, kapillar bo'lgandan keyin nimaga aylanardi? U venula bo'lib chiqib ketardi. Uni ko'k bilan chizar edik. Lekin bu yerda qarang, mana bu olib kelgan, qonni olib kelgan arteriolani ham qizil bilan, u olib kapillar bo'lib yana chiqib ketayotganini ham qizil bilan chizdik. Chunki bu yerda arteriya bu ham hali. Mana bu olib keluvchi qismi deyiladi. Olib keluvchi, mana bu olib ketuvchi qismi deyiladi arteriyani. Endi bu arteriyalar mana shu kapsuladan chiqqandan keyin endi qaytib mana bu genli qavzalog'ini va yig'uvchi naylarni o'raydi endi. Ularni o'rab bu yerda yana kapillarga aylanadi. Yana kapillarga aylanib, mana endi bu yerdan vena bo'lib chiqib ketadi. Vena bo'lib chiqib ketadi bu yerdan. Demak, buyrakni ichida qon tomir 2 marta kapillarga aylanar ekan. Birinchisi mana bu kapsulani ichida Bauman-Shumlyanskiy kapsulasi deyiladi. Endi buni ichiga mana bu kapillarlar kelgandan keyin bir tanachaga aylanadi. Qop-qora bo'lib mana ko'rinadigan tanachaga aylanadi. Buni Malpighi tanasi deyiladi endi. Bauman-Shumlyanskiy mana bu kapsula ichiga qon tomirlar kirib, kapillarlar bo'lgandan keyin tanachaga aylanadi. Buni endi bu tanachalar mana bu yerda mana bunaqa tumaloq bo'lib ko'radi. Asosiy mana shu tanachalarni joylashgan joyi mana bu po'stloq qismida. Endi mana bu yig'uvchi naylarni joylashgan joyi mana bu miya qismida bo'ladi. Xo'p, mana shuni sizga buni struktura funksional birligi, buni nefron deymiz. Nefron. Buni nefron deyiladi. Nefronning vazifasi, nefronni qiladigan ishi quyidagilardan iborat. Mana bu yerdan arteriya qoni keladi. Kelib, mana bu kapsulani ichida kapillarga aylangandan keyin mana shu kapillarlardan diffuz usulida qondan suyuq qismi mana bu kapsulani ichiga o'tadi sizib. Diffuz usulida kapsulaga o'tadi. Va qolgan qismi qaytib mana bu yerdan arteriola kapillar bo'lib, yana qaytib chiqib ketadi. Demak, suyuqlik mana bu kapsulani ichiga mana bu yerdan olinadi. Buni otini filtratsiya deyiladi. Filtrlanib, mana qondagi suyuqliklar filtrlanib kapsulani ichiga o'tdi mana yoqqa. Buni filtratsiya deyiladi. Endi bu yerda qon mana bu suyuqlik qismi o'tganda bu yerda gormonlar, vitaminlar, kerakli moddalar, hali organizmga kerakli bo'lgan moddalar ham o'tib ketib qoladi. Chunki bu yerda bularni o'tkazadigan bir teshik poralari katta. O'shanday bo'lgandan keyin bu yerda organizmga kerakli bo'lgan moddalar ham mana shu kapsulaning ichiga o'tib ketdi.
Endi mana shu kapsulada kerakli moddalar bilan birga keraksiz moddalar hammasi suyuqliq sekin endi mana bu genli kozalog'idan va mana bu yig'uvchi, qo'shuvchi trubkalardan o'tib ketayotganda endi bular qaytib qonga so'riladi endi. Buni reabsorpsiya deyiladi. Reabsorpsiya deyiladi. Kerakli moddalar, shu vitamin, gormon, oqsil, bir nimalar endi qonga qaytib so'riladi. Mana bu yerda paydo bo'lgan suyuqlik kapsulani ichida paydo bo'lgan birlamchi haligi filtratsiya natijasida paydo bo'lgan suyuqlik sutkasiga 100 litrdan oshib ketadi bu. Ba'zi bir vaqtlarda ichgan suyuqlikqa qarab, klimat nimalarga qarab bu 150 litrgacha borishi mumkin. Mana shu suyuqlikni birlamchi siydik deyiladi. Kapsulani ichidagi filtratsiya natijasida paydo bo'lgan suyuqlik bu birlamchi siydik. Buni miqdori 100 litrdan ortiq, 120-150 gacha borib ketishi mumkin. Lekin biz bilamiz, inson bir sutkada shu o'rtacha 1,5 litr siydik ajratadi. Demak, bu mana bu qabzaloqlardan, trubkalardan o'tib ketayotganda reabsorpsiya natijasida yana qonga qaytib so'rilishi natijasida butun suyuqlikning asosiy qismi va bizga kerakli bo'lgan moddalar qonga so'riladida va endi qolgan ozgina qolgan suyuqlik mana bu yig'uvchi naylar orqali kichik kosachaga, kichik kosadan katta kosachaga, jomchalarga va siydik puyaga kelib chiqadi. Demak, mana bu yerda reabsorpsiyadan keyingi siydikni bu ikkilamchi yoki oxirgi siydik deyiladi. Endi shu men bitta nefronni ko'rsatdim. Bunaqa nefronlar millionlagan nefronlar bor buyrakda. Mana shu millionlagan nefronlar mana shunaqa filtratsiya, reabsorpsiya jarayonlarini bajarilishi natijasida mana bu yerda birlamchi siydikni va reabsorpsiya qilingandan keyin kanal tizimlaridan o'tgandan keyin ikkilamchi siydikni hosil qilib buni chiqarib yuboriladi. Shunday qilib organizmni juda ko'p zararli moddalardan shu buyrak tozalab turadi. Endi shu buyrakni ayrim savollarda kelyapti. Anomaliya desak, anatomiya bilan almashtirib boryapsizlar. Anomaliya degan narsa bor bolalar. Buni mavzularimizda ham aytganmiz. Bu anomaliya normadan boshqacharoq bo'lib tuzilishi. Anomaliya deganda 3 ta yo'nalishda bo'ladi anomaliya. Birinchi yo'nalish son jihatidan bo'ladi. Masalan, buyrakda biz aytyapmiz, 2 ta buyrak bor deyapmiz. Buyrak 3 ta bo'lishi mumkin. Buyrak 4 ta bo'lishi mumkin. Buyrak bitta bo'lishi mumkin. Lekin u o'z vazifasini bajaraveradi. Ba'zi bir odamlar o'zida 3 ta buyrak borligini bilmaydi, bitta borligini bilmaydi. Bu buyrak o'z vazifasini bajaraversa, buni hech kim sezmaydi. Mana shularni anomaliya deyiladi. Bu son jihatidan. Endi buni tapiyasi, endi joylashgan joyi jihatidan ham anomaliya bo'lishi mumkin. Bilasizlar, buyraklar 12-ko'krak umurtqa pog'onasidan to 2-3-bel umurtqa pog'onasigacha keladi. O'ng tarafdagi buyrak yarim umurtqa pog'onasiga pastroqda joylashgan. Chunki tepasida jigar turibdi, sal jigar bosib turadi. Mana shu joylashgan joyi buni topografiyasi deyiladi. Mana shu buyrak pastroqda joylashib qolishi mumkin, yuqoriroqda joylashib qolishi mumkin, tashqariroqda, ichkariroqda joylashib qolishi mumkin. Bu endi joylashgan joyiga nisbatan anomaliyasi deyiladi. Demak, buni soni, joylashgan joyi va endi buni tuzilishiga qarab ham anomaliya bo'lishi mumkin.
Biz masalan buyrakni aytyapmiz, ikkita lo'yasimon deyapmiz. Lo'yaga o'xshaydi deyapmiz mana. Lekin mana shu buyrak lo'yasimon emas, taqasimon bo'lib qolishi mumkin, bo'lib bitta bo'lib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa bitta tumaloq kulchasimon bo'lib qolishi mumkin. Har xil formalarda bo'lib qolishi mumkin. Demak, anomaliya deganda son jihatidan, joylashgan jihatidan va uni shakli jihatidan 3 ta yo'nalishda o'zgachaligi bo'ladi. Normadan boshqacharoq bo'ladi. Mana buni anomaliya deyiladi. Agar mana shu anomaliya shunchalar chuqur bo'lib, buni funksiyasiga, buni vazifasiga putur yetsa, kasallik kelib chiqadi. Endi buni patologiya deymiz endi. Patologiya deymiz. Hop. Endi shu buyraklarni tuzilishidan boshidagi 3 ta etap o'tishini yana bir qator sizlarga eslatib o'taman. O'shalarni qayta yodlab turinglar. Chunki tanosil a'zolarni o'tganimizda o'sha 3 buyrakni 3 etapi, 3 bosqichiga qaytamiz. Müller, Wolfov protok, o'sha protoklarini ba'zi birlaridan erkaklar tanosil organlarini, ba'zi birlaridan ayollar tanosil organlarini hosil bo'lishini tushuntiraman. O'shani mana bu buyrakni rivojlanishini o'tayotganda birgalikda qaytib eslab qolinglar. Shunday qilib bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Hurmatli talabalar, har safargidek sizlarga sihat salomatlik tilab qolaman. Savollaring bo'lsa, ekranlaringda ko'rinib turgan telefonga murojaat qilishlaring mumkin. Xayr, omon bo'linglar.